Assalomu alaykum. Demak, bugun biz kvadrat tenglama haqida gaplashamiz. Bizda kvadrat tenglamani formulasi bor. Ax kvadrat plus bx plus c teng 0 ga deyiladi. Demak, bu yerda bizda a, b, c lar koeffitsiyentlar deyiladi. Demak, a, b, c bizda koeffitsiyentlar. Demak, ABC'lar bizda koeffitsiyentlar va bu yerda alohida C turibdi. C esa bizda ozod xat deyiladi. Demak, C ozod xat. C endi hech qanday x ga bog'lanmaganligi uchun C bizda ozod xat deyiladi. Demak, kvadrat tenglamada diskriminant degan tushuncha bor. Diskriminant bizda teng bo'ladi b kvadrat minus 4ac ga. Bu diskriminantni qiymati keyinchalik ko'p narsani belgilab beradi. Xo'sh, bu diskriminantni miqdoriga qarab biz bu kvadrat tenglamani ildizlari bittami, ikkitami yoki umuman mavjud emasmi, o'shani bilib olishimiz mumkin. Kvadrat tenglamada diskriminant bilan bog'liq 3 ta qoida bor. Demak, birinchi qoidamiz diskriminant agar 0 dan katta bo'lsa, ikkita javob bo'ladi. Ikkinchi qoidamiz diskriminant agar 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bitta javob bo'ladi. Uchinchi qoidada diskriminant agar 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bu bo'sh to'plam yoki yechimga ega emas bo'ladi. Demak, birinchi qoida bo'yicha agar diskriminantimiz 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, ikkita javob bo'ladi. Ikkita javob degani o'sha x o'rniga ikkita miqdor qo'yishimiz mumkin bo'ladi. x1 va x2 larni topish uchun alohida formulalar bo'ladi. Demak, x1 ni topish uchun biz minus b plus ildizni ostida diskriminant taqsim 2a bo'ladi. x2 ni topish uchun esa xuddi shunday minus b, faqat bu safar diskriminantni oldiga minus qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ildiz ostida diskriminant va 2a. Va keyingi qoidada agar diskriminantimiz 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x ni o'rniga faqat bitta javob bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni ildizi faqat bitta bo'ladi va buni biz topish uchun x teng minus b taqsim 2a orqali topishimiz mumkin bo'ladi. Keling endi buni aniqroq tushunib olish uchun bir tenglama misolida ko'rib chiqamiz. Aytaylik, misol berilyapti 2x kvadrat plus 3x minus 2 teng 0. Demak, bu yerda bizda a, b, c koeffitsiyentlarini birinchi aniqlab olishimiz kerak. A koeffitsiyent bizda 2, 3 esa bizda b koeffitsiyent va bu yerda 2 alohida c koeffitsiyent bo'ladi. Bu yerda demak, birinchi qiladigan ishimiz diskriminantni aniqlab olishimiz kerak. U 0 dan kattami, tengmi yoki kichkinami? Demak, bizda diskriminant edi b kvadrat minus 4ac. Ya'ni demak, bizda b 3 bo'ladi. 3 ni kvadrati minus 4 ko'paygan a koeffitsiyentimiz bizda 2. Ko'paygan c koeffitsiyent esa minus 2. Minus ishorani esdan chiqarmaslik kerak. Demak, minus 2 bo'lsa, buni hisoblasak 3 ni kvadrati 9. Bu yerda demak, minus 4 ni 2 ga ko'paytirsak minus 8. Minus 8 ni minus 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak plus 16 chiqadi va oxirgi javobimiz 25.
Demak, diskriminantimiz 25 ga teng ekan. Bu degani diskriminant 0 dan katta, shuning uchun bizda ikkita javob bor degani. Ikkita javob bo'lsa, bizda bu yerda x1 va x2 larni topish uchun alohida formulalarimiz bor bu yerda. Bu formulalarni topishimiz endi demak x1 ni topib olamiz birinchi. x1imiz formulasi demak minus b plus demak ildiz ostida diskriminant taqsim ikkita a degani. Demak bizda minus b bu yerda mana b koeffitsiyentimiz 3 bo'lsa, minus 3 plus ildizda diskriminantimiz 25 ga teng edi hozir. 25 va pastda 2 ko'paygan a koeffitsiyentimiz bizda 2 ga teng. Va javobimiz tepada minus 3 ildiz ostida 25 dan demak 5 chiqadi. Taqsim 2 4 bo'lsa teng tepada 2 taqsim 4. Buni biz 1 taqsim 2 deb yozib olishimiz mumkin. Demak, x1imizning javobi 1 taqsim 2 ekan. Demak, endi x2 ni topamiz. x2 formulalarni esdan chiqarmaslik uchun umuman o'zi x1 bilan x2 ni ishorasi bir xil, formula bir xil, lekin faqat shu ishorasida farq qiladi, bir dona ishorasida. Bu yerda bir xil minus b keladi, faqat ildiz ostida diskriminantning oldidagi ishorasi o'zgaradi xolos. Minus diskriminant ildiz ostida bo'ladi. Pastda esa bir xil ikkita a bo'ladi. Demak, bizda b koeffitsiyentimiz 3 ga teng edi. Minus 3 bir xil yozib olamiz. Umuman mana bu narsani faqat ishorasini o'zgartirib yozib olsak bo'ldi o'zi aslida. Minus 3 minus ildizda demak 25 bu diskriminant, pastda 2 ko'paygan 2 ya'ni a koeffitsiyent. Demak, bizda javob minus 3 ildiz ostida 25 dan 5 chiqadi, faqat ishorasi minus bo'ladi. Taqsim 4, demak tepada minus 8 taqsim 4, javob esa minus 2 chiqadi. Demak, x2imizning javobi minus 2 ekan. Bu yerga alohida yozib olsak bo'ladi. x1 teng 1 taqsim 2 ga. x2imiz teng minus 2 ga. Demak, x1 va x2 lar topib oldik. Buni endi tekshirib olishimiz kerak. Tekshirib olish uchun endi x1 ni alohida bu tenglamaga qo'yib ko'ramiz. x2 ni ham alohida qo'yib ko'rsak bo'ladi. Biz faqat bittasini qo'yib tekshirib ko'ramiz. To'g'ri topdikmi, yo'qmi? Demak, birinchi tenglamani yozib olamiz. 2x kvadrat plus 3x minus 2 teng 0 chiqishi kerak. Demak, x o'rniga biz 1 taqsim 2 ni x1 da qo'yib olamiz va faqat shuni tekshirib ko'ramiz. 2 ko'paygan 1 taqsim 2 ni qavsda kvadrati plus 3 ko'paygan 1 taqsim 2 bo'ladi, minus 2 teng 0 chiqishi kerak. 2 ko'paygan 1 taqsim 2 ni kvadratini 1 taqsim 4 deb yozib olamiz. Plus demak 3 taqsim 2 minus 2 teng 0 chiqishi kerak. Bu yerda boshqa 2 qoladigan bo'lsa 1 taqsim 2 plus 3 taqsim 2 deb yozib olsak bo'ladi. Bu demak 4 taqsim 2 bo'ladi. 4 taqsim 2 bu 2 degani 2 minus 2 teng 0. Demak 2 dan 2 ni ayirsak 0 va bu yoqda ham 0. Demak, x1imiz 1 taqsim 2 bu tenglamani qanoatlantiradi. x2 ni ham xohlasangiz tekshirib ko'rishingiz mumkin. To'g'ri chiqishi kerak. Demak, kvadrat tenglama haqida asosiy tushunchalar shular. Tenglamada a, b, c koeffitsiyentlar bo'ladi va bu tenglama berilganda birinchi biz diskriminantni topib olishimiz kerak. Agar bu diskriminant qiymati 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, bu degani bu tenglamaning ikkita javobi bor degani, xuddi hozir biz misolda ishlaganimizdek. Agar bu diskriminant qiymati 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, tenglamaning javobi faqat bitta bo'ladi degani va
ko'paytirib biz mana shu formula orqali o'sha x ni javobini topishimiz mumkin bo'ladi. Agar diskriminant 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, u misolda qolganini ishlash shart emas, keragi yo'q. Bu misol bo'sh to'plam yoki yechimga ega emas bo'ladi.